To'plamlar va ehtimollar nazariyasi. To'plamlar nazariyasidan boshlaymiz, keyin ehtimollar nazariyasiga o'tib ketamiz. To'plam nima? Matematika shunaqa fanki, har bir yangi tushunchaga ta'rif berayotgan paytda o'sha tushunchagacha bo'lgan ma'lum terminlarda, ma'lum bo'lgan tushunchalarda foydalaniladi, o'shalarga asoslaniladi. Teorema ham shunday asoslaniladi, ta'riflar ham shunday asoslaniladi. Mana geometriya, maktabda geometriya o'tgan bo'lsanglar, teorema aksioma degan, aksioma nima? Isbot talab qilmaydigan tasdiq. Teorema nima? Isbot talab qiladigan tasdiq. Nima o'zi isbot talab qilmaydigan, isbot talab qiladigan tasdiqlar bor. Sababi isbot talab qiladigan tasdiqlarni isbotlash kerak. Xo'p, isbotlashda qanday isbotlanadi? O'sha isbotlanayotgan fakt, isbotlanayotgan tasdiqgacha bo'lgan isbotlangan teoremalardan foydalaniladi yoki bo'lmasa ungacha bo'lgan tasdiqlardan foydalaniladi. Mana zanjir qanaqa bog'langan? Bitta tasdiqni isbotlayapsizlar, ungacha bo'lgan qanaqadir tasdiqni isbotlangan tasdiqdan foydalanyapsizlar. Uni-chi, uni ham o'zigacha bo'lgan isbotlangan tasdiqdan asoslanib foydalaniladi. Qo'llaymiz. Shunday boraversa, oxirida shunaqa joyga borib qolamizki, pastga tushib boraveramizdan oxirida shunaqa joyga borib qolamizki, undan ham oldinroqda hech narsa yo'q. O'sha undan ham oldinroqda hech narsa yo'q bo'lgani, o'zidan oldin biron bir asoslanadigan narsasi yo'q. O'zi asos bo'lib qolyapti-da. Ana shu narsa aksioma. Bo'ldi, shuni qabul qilamiz deymiz-da. Isbotsiz qabul qilamiz deymiz. Ta'riflarda ham xuddi shunaqa. A tushunchaga ta'rif berayotganda o'sha A tushunchagacha bo'lgan ta'rif berib bo'lingan narsalardan foydalaniladi. Shunday pastga ketaversa, shunaqa tushuncha bo'ladiki, unga ta'rif berishda o'zidan oldin boshqa bir tushuncha yo'q. Mana masalan, geometriyada nuqta tushunchasi. Hamma juda ko'p narsalarga ta'rif beramiz, o'zigacha bo'lgan narsalardan foydalanamiz, lekin nuqta ta'rifsiz tushuncha. Geometriya ta'rif berilmaydi. Algebrada ham xuddi shunaqa tushunchalar bor. Algebrada masalan juda ko'p narsaga qoldiqqa ta'rif beramiz, boshqaga ta'rif beramiz. Shunaqa tushunchalar borki, ta'rif berishda iloji yo'q. Nimani evaziga iloji yo'q? Undan ham sodda tushuncha yo'q-da. Har bir tushunchaga ta'rif berayotganda o'zidan soddaroq tushunchalarga asoslanib foydalanadi. To'plam degan termin ham, to'plam degan tushuncha ham ta'rifsiz qabul qilinadi. Algebrada. To'plam ta'rifsiz qabul qilinadigan tushuncha. Xo'p, ta'rifsiz qabul qilinsa, uni qanday tushunamiz? Uni nima deymiz desanglar, to'plam ma'lum bir obyektlarning jamlanmasini to'plam deb tasavvur qilsanglar bo'ladi. U obyektlar qanaqadir materiya bo'lishi mumkin, masalan, qo'l bilan ushlab ko'rsa bo'ladigan, his qilsa bo'ladi, sezsa bo'ladigan yoki umuman materiya bo'lmasligi ham mumkin. Har qanaqa narsani majmua bo'lsa, bitta joyga uysanglar, to'plam bo'lib ketaveradi. Eng oddiy misollardan o'quv qurollari to'plami. Har birlaring sumkalaringda o'quv qurollari to'plami bor, uylaringda bor. Kitob, daftar, sirkul, lineyka, ruchka, qalam va hokazo. Yoki oshxona qurollari, oshxona buyumlari to'plami bor. Yoki o'quvchilar to'plami, yoki avtomobillar to'plami, yoki va hokazo va hokazo. Undan tashqari masalan she'rlar to'plami bor, misollar to'plami, misol va masallar to'plami bor. Mana misol va masallar to'plamini yechyapmizmi kitobimiz? Lekin to'plam deganda faqatgina bir-biriga bir mazmunan yaqin bo'lgan narsalar jamlanadi deb xulosa chiqarmaydi. Odatda shunaqa. Lekin bitta to'plamga bitta telefonni, bitta odamni, bitta misolni, yana nimanidir bitta to'plam qo'yib olish mumkin. Ya'ni bir-biriga mazmun jihatdan umuman yaqin bo'lmagan narsalardan ham to'plam tuzib tashlaversa bo'ladi. To'plamni xohlagan narsadan tuzsa bo'ladi. Tushundinglar-a?
Xo'p, to'plam shu. Uni, ya'ni to'plamni tashkil etuvchi obyektlar elementlar deyiladi. To'plamning elementlari. Tushunarli? Xo'p. Endi to'plamni yaxshiroq tasavvur qilishimiz uchun, undagi masalalarni yechishda shu tasavvurdan foydalanishimiz uchun Euler va Venn degan matematiklar taklif qilgan mana bunaqa diagrammani aylana qilib tasvirlaymiz. Va to'plam lotin alifbosini bosh harflari bilan belgilanadi, ya'ni katta harflar bilan belgilanadi. Mana A to'plam, mana B to'plam, S to'plam, D to'plam qilib ketaveramiz. Mana shu narsa, mana shunaqa tasvirlash, to'plamlarni shunaqa tasvirlash bu Venn ikkitani diagrammasi yoki bo'lmasa Euler Venn diagrammasi deyiladi. Venn diagrammasi ham bo'ladi, Euler Venn diagrammasi ham bo'ladi. Xo'sh. Endi buni chizayotganda to'plamni katta to'plamda ichida ko'proq element bor, aylanani katta chizsa elementi ko'proq, kichkina chizsa elementi kamroq deb bunaqa aylanani o'lchamini ahamiyati yo'q. Tushunarli? Yaxshi. Uni elementlarini esa lotin alifbosini kichkina harflar bilan belgilaymiz. Masalan, A to'plamda A1 element, A2 element, A3 element, A4 element bo'lishi mumkin. B to'plamda masalan B1 element, B2 element. Aynan B'lar bo'lishi ham shart emas. Ana X element, N element, P element bo'lishi ham mumkin. Ixtiyoriyda u yo'q. Tushunarli? Yaxshi. Xo'p, to'plamlar elementlar soniga ko'ra ikki xil bo'ladi. Elementlari soniga ko'ra ikki xil. Birinchisi chekli to'plam, ikkinchisi cheksiz to'plam. To'plam har doim ham chekli elementdan tashkil topavermasligi mumkin ekan. Qilaman. Boshing ko'tarib o'tirdi. Chekli elementdan tashkil topavermasligi mumkin ekan. Xo'p, chekli bo'lishi ham mumkin, cheksiz bo'lishi ham mumkin. Mana hozirgi keltirgan misollarimiz chekli to'plamga misol bo'lyapti. Stullar to'plami, partalar to'plami, o'quv qurollari to'plami va hokazo va hokazo. Ana bular chekli to'plam. O'quvchilar to'plami. Cheksiz to'plamga misol natural sonlar to'plami, butun sonlar to'plami, juft sonlar to'plami, to'p sonlar to'plami va hokazo. Elementlar soni cheksiz. Xo'p. To'plam umuman birorta elementga ega bo'lmasligi ham mumkin ekan. Hech narsadan tashkil topgan to'plamda endi buni olib qarasa. Buni to'plamni bo'sh to'plam deymiz. Bo'sh to'plam. Bo'sh to'plamda o'zini belgisi bor. Mana. Bilasizlar, ha? Bo'sh to'plam bu. Bo'sh to'plam hech qanday elementdan tashkil topmaydi. Xo'p. Dastlabki tushunchalar hammasi tushunarlimi? Hech kimda savol yo'qmi? Yaxshi. Endi nima? Endi qism to'plam degan tushunchaga o'tamiz. Qism to'plam. Qaranglar, ta'rifi bor. Agar B to'plamning barcha elementlari A to'plamning ham yoki A to'plam uchun ning deylik.
A to'plamining ham elementlari bo'lsa, B to'plam A to'plamining qism to'plami deyiladi. Va B mana bunday A ko'rinishida yoziladi. Ya'ni nima degani? B to'plamda bor bo'lgan hamma elementlar, masalan, C bor, D bor, Y bor, F bor, o'sha elementlar A to'plamda ham bor. Mana A to'plamda ham o'sha elementlar bor. Undan tashqari A to'plamda o'zi boshqa elementlari ham bor. K element bor, L element bor, Q element bor va hokazo. Mana shu yerda hozir B to'plam A to'plamni qism to'plami bo'lib qolyapti. B ni hamma elementi A ni elementi bo'lalyapti. Yoki masalan, guruhimizdagi o'g'il bolalar to'plami o'zi umuman barcha o'quvchilardan tuzilgan to'plamni qism to'plami. Chunki o'g'il bolalar to'plamini har bitta elementi guruhdagi o'quvchilarni to'plami desak elementi bo'laveradi. Tushunyapsizlar-a? Mana bu qism to'plam. Xo'sh, endi qism to'plamlar soni agar to'plamda n ta element bo'lsa, uning 2 darajasi n ta qism to'plam bo'ladi. Ikki darajasi n ta. 3 ta elementi bo'layotgan bo'lsa 8 ta qism to'plam bo'ladi. 10 ta elementi bo'layotgan bo'lsa 1024 ta qism to'plam bo'ladi. Tushundinglar-a? Shundan yana bitta narsa, bo'sh to'plam har qanday to'plam uchun qism to'plam bo'ladi. Bundan tashqari to'plam o'zi, to'plamning o'zi uchun qism to'plam bo'ladi. Ta'rifga to'g'ri kelyapti-da, to'g'rimi? A to'plamda 3 ta element bor. Har bir elementi A to'plamida element bo'layaptimi, o'zi-o'ziga qism to'plam bo'laadi-da. Mana shu ikkala to'plam, ikkala qism to'plam bo'sh to'plam bilan o'sha to'plamning o'zi xos mas qism to'plamlar deyiladi. Qolganlari xos qism to'plam deyiladi. Qolganlari xos. Tushundik-a? Masalan, bitta to'plam olaylik. A to'plam ichida 1, 2, 3 degan 3 ta element bor. Buni qism to'plamlari. Mana bitta bo'sh to'plam, qism to'plami. Ichida hech narsa yo'q. Xo'p. Bitta elementdan tuzilgan qism to'plamlar. 1 degan qism to'plam bormi shunaqa? Mana 2 degan qism to'plam bormi? 3 degan qism to'plam bormi? 1 bilan 2 degan qism to'plami bor. 1 bilan 3 degan qism to'plami ham bor. 2 bilan 3 degan qism to'plami ham bor. 1, 2, 3 degan qism to'plami ham bor. 8 ta bo'ldimi? 3 ta element bo'lsa 8 ta. Shundan
mana bunisi bilan mana bunisi xos emas deyiladi. Qolganlari xos qism to'plamlari. Tushundinglar buni ham? Xo'p. Bo'sh to'plam bilan o'sha berilgan to'plamni o'zi to'plamning xos emas qism to'plamlari deyiladi. Xos emas qism to'plamlari so'ralsa, har doim ikkita bo'ladi. Barcha qism to'plamlari 2 darajasi n ta bo'ladi. Mana hozir 3 ta elementi bor, 8 ta qism to'plam bo'lyapti-ku. 8 tadan 2 tasi xos emas, 6 tasi xos. Agar 5 ta elementi bo'lsa, 2 darajasi 32 ta qism to'plam bo'ladi. Shundan o'shanda ham 2 tasi xos emas. Qolgan 30 tasi xos qism to'plam bo'ladi. Tushundinglarmi? Yaxshi tushungan bo'lsanglar, endi yana muhim narsa to'plamlar ustida amallar. Amal bajarsa bo'layotgan to'plamlar ustida. Birinchisi, birlashma. To'plamlar birlashmasi. Mana diagramma bilan oddiygina tushunib olamiz. A to'plam bor. B to'plam bor. A bilan B to'plamni birlashmasi degani mana bu degani. Mana shu A bilan B to'plamni birlashmasi. Ya'ni ikkosiga emas, umuman ikkosidagi barcha elementlar ularning birlashmasi deyiladi. Belgilanishi mana A birlashma B. Biza tenglikda yechimini yozayotganda birlashma degan bo'laydik-ku, deylik-ku. O'sha birlashma bu yerdagi birlashmada. Xo'p, misol ko'rsataman, qaranglar. A to'plamda 1, 2, 3, 4, 5 degan elementlar bor. B to'plamda esa 4, 5, 6, 7 degan elementlar bor. A birlashma B to'plamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degan elementlar bor. Ikkalasida ham borlari 2 marta yozilmaydi. 1 marta yoziladi. Tushundinglar, ha? 2 marta yozmaymiz. Bu birlashma. 2. Tak. Kesishma. Kesishma. Mana ikkita to'plam olaman. A to'plam va B to'plam olaman. Ularni kesishmasi degani har ikkalasiga taalluqli bo'lgan joyi degani. Mana shu. Har ikkalasiga ham taalluqli bo'lgan joyi kesishmasi bo'ladi. Bu belgilanishi A va chapga qaragan birlashmada A birlashma B. Misol uchun yuqoridagiga o'xshab A to'plamimiz 1, 2, 3, 4, 5 dan iborat. Bo'lsin B to'plamimiz 4, 5, 6, 7 dan iborat bo'lsin. A kesishma B'miz 4 va 5 dan tashkil topgan. Har ikkalasida bori 4 bilan 5 da. Tushunyapsizlarmi? Kesishma. 3-chi ayirma. Ayirma. A to'plam bo'lsin, B to'plam bo'lsin. Xo'p, agar faqatgina A ni o'ziga tegishli joyini olsak, B bilan kesishgan joyini tashlab yuborib, faqat A ni o'zigagina tegishli joy, to'g'rimi? Ana shu A dan B ni ayirganimiz bo'lar ekan. A ayrilgan B. Mana bunaqa belgilanadi. B ayrilgan A bo'lsa, faqatgina A B ga taalluqli bo'lgan. B ni o'zigagina taalluqli bo'lgani bo'lsa, B ayrilgan A bo'ladi. Tushundinglarmi buni ham? 3 ta nima bor ekan? 3 ta amal bor ekan.
Xo'p. Endi mana qism to'plamiga qaytaylik-da. Qism to'plamida yana bitta narsa aytib ketaylik. Qarang. Mana shu yerda S, D, E, F to'plamlar B ga tegishli-ku. B ni ichida yotdi, B to'plamiga kiryapti. Shunda mana K, L, Q degan elementlar B dan tashqarida A ni ichida-ku. Shu K, L, Q degan elementlar B ni kengaytmasi deyiladi. B chiziqcha yoki B shtrix bilan belgilanadi. B ni kengaytmasi. Ya'ni B dan tashqaridagi elementlar. B ni A ga to'ldirayotgan elementlar. B ning to'ldiruvchi to'plami deyiladi. Kengaytmasi to'ldiruvchi to'plami deyiladi. Chunki o'sha elementlar B ni A ga to'ldiryapti. Tushundinglar? Masalan, natural sonlar to'plamini tasavvur qilinglar. Natural sonlar to'plamini tasavvur qilaylik. U 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo cheksiz elementlardan tuzilganmi? Uni bitta qism to'plami juft sonlar to'plami, boshqa bitta qism to'plami tog' sonlar to'plami. To'g'rimi? Tog' sonlar to'plami juft sonlar to'plamining kengaytmasi yoki to'ldiruvchisi. Va aksincha, juft sonlar to'plami tog' sonlar to'plamining to'ldiruvchisi bo'ladi. Uni o'sha natural sonlarga to'ldirib beryapti. To'ldiruvchi to'plam kengaytma mana shu tepasiga chiziqcha qo'yadi yoki shtrix qo'yib qo'yadi. Tushundinglar-a? Xo'p, to'plamlarga oid hamma narsani aytdik shekilli. Endi to'plamning xarakteristik yozuvi degan narsa bor. To'plamning xarakteristik yozuvi. Mana masalan, agar A to'plam 1, 2, 3 dan tashkil topsa, bo'ldi. 3 ta element. Buni oddiygina yozsa bo'ladi. Agar A to'plam 3 ta emas, 10 ta elementdan tashkil topsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da ham yozsa bo'ladi, erinmay, ha? Lekin 1 dan 100 gacha natural sonlardan tashkil topgan bo'lsa-chi, ana uni yozish qiyinlashadimi? Yozish endi bittalab yozib o'tirib bo'lmaydi ham. Agar 1, 2, 3 nuqta 100 qo'yib qo'ysak, u ham unchalik to'g'ri emas. A to'plam aynan 1 dan 100 gacha natural sonlardan tashkil topganini yozishdi. Mana bunaqa usuli bor. Qaranglar. A barobar x xo'sh ustuncha qo'yiladi. X katta yoki teng 1, kichik yoki teng 100 virgul qo'yiladiki x tegishli natural sonlar to'plami deyiladi. Mana bu yozuvga to'plamning xarakteristik yozuvi deyiladi va o'qilish qanaqa? A to'plam shunday x to'plam elementlardan tuzilganki, bu x natural son va 1 bilan 100 da oralig'ida. Bo'ldi, shunga qarab turib, A to'plamda 1 dan 100 gacha hamma natural son bor ekan degan xulosaga kelamiz. Tushunarli? Kod bilan yozyapmiz-da xuddiki. Xo'p, yoki mana 1 dan 3 gacha 3 taga qisqagina, lekin 1 dan 3 gacha barcha haqiqiy sonlardan tuzilgan yoki barcha ratsional sonlardan tuzilgan deb qolsa-chi. Ana bunda xarakteristik yozuv yordamga keladi. A to'plam ana qaranglar, shunday x elementlardan tuzilganki, x katta yoki teng 1, kichik yoki teng 3 virgul x tegishli q, ya'ni ratsional sonlar to'plami. Buni mana bunaqa oddiy ko'rinishda, odatiy biza o'rgangan ko'rinishda yozishda imkoni yo'q-da. 1 dan 3 gacha barcha ratsional sonlar yozib chiqa olmaymiz-ku. Shunaqa vaziyatlarda bizga ana shunaqa to'plamning xarakteristik yozuvi yordamga keladi. Kimda qanday savol bor? Mayli, xo'p. Masalan, mana A deyapti,
to'plam shunday x elementlardan tuzilganki 2x minus 1 kichik yoki teng 9 x tegishli natural son deyapti. A to'plam qanaqa elementlardan tuzilgan? Shunday natural sonlardan tuzilganki, o'sha natural sonni olib borib 2x minus 1 ga qo'ysa, kichik yoki teng 9 chiqishi kerak. Shuni ishlab qo'ysanglar, 2x kichik yoki teng 10 bo'ladi, x kichik yoki teng 5 bo'ladimi? Demak, shunaqa tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar 1, 2, 3, 4, 5 ekan. Tushundinglar-mi buni ham? Yoki bo'lmasa aytadi. A to'plam shunday x elementlardan tuzilganki, x kvadrat kichik yoki teng 16 virgul x tegishli r deb qo'yadi. R degani qanaqa sonlar? Haqiqiy sonlar to'plami. Xo'p. Bu nima degani? 4 dan minus 4 dan 4 gacha barcha haqiqiy sonlardan tuzilgan ekanda, buni o'zimizning odatiy ko'rinishda yozishda hech qanaqasiga iloji yo'q. Xarakteristik ko'rinish bo'lmasa, xarakteristik yozuv bo'lmasa, uni yozib berishda umuman iloji yo'q. Tushundinglarmi? Xarakteristik yozuvga. Xo'sh. Birlashmani elementlari soni. To'plamning elementlari soni. Shu narsani quvvati ham deydi bolalar. To'plamni quvvati desa, bu nima ekan deb o'tirmaydi. To'plamni quvvati degan uni elementlari soni. Tepada mana bunga qaraydigan bo'lsanglar, elementlar soni nechta? 3 ta. Quvvati 3 ga teng deb ketaveradi-da. Tushundinglar-a? Mana bu yerda elementlar soni 10 tami? Quvvati 10 ga teng ekan. Kelib qolsa-da, nima ekan deb tushunmay yotmanglar. Quvvat. U mana buni yoziladi, to'plamda elementlar soni. A to'plamda mana elementlar soni 3 deb qo'yadi yoki quvvati 3 deb qo'yadi. Yoki n b to'plamda elementlar soni 10 deb qo'yadi. Tushundinglar-a? Bitta formula bor, qaranglar. N A birlashma B. A va B to'plamda birlashmasining elementlari soni mana bunday topiladi. A to'plamda elementlar soniga B to'plamda elementlar sonini qo'shib, ularni umumiy bo'lgan joyi bor-ku, o'shani elementlar soni olib tashaladi. Bu qayerdan kelib chiqyapti? Agar A to'plam bilan B to'plam kesishib qolsa, ularda har ikkalasiga taalluqli bo'lgan 2 martadan sanab qo'yiladimi mana bu yerdagilar? Ana shu 2 martadan sanab qo'yilganni bir martasini sanalganini olib tashalyapti. Tushunyapsizlar-a? A ni o'zidagi elementlar soni, B ni o'zida elementlar soni qo'shib yuborilyapti. Ular kesishayotgan bo'lishi ham mumkinki, har ikkalasida bor bo'lganlar bo'lishi ham mumkinki, ular 2 martadan sanab yuborilyaptimi? Shuni oldini olish uchun 2 martadan sanab yubormaslik uchun ularni kesishgan joydagi elementlar soni olib tashalyapti. Mana masalan, orqaga qaytamiz birlashmaga, qaranglar. Mana A to'plamda nechta element bor? 5 ta. B to'plamdachi? 4 ta. Birlashmasida nechta element bor? 7 ta. Sababi ikkita element ikkosiga ham taalluqli-ku. 5 ga 4 ni qo'shyapmiz, 9 ta. Ularda har ikkalasida bor. Kesishgan joyda nechta element bor? 2 ta. 2 ni olib tashlayapmiz. Birlashmada 7 ta element bor. Tushundinglarmi? Yaxshi. Mana shu formula ham muhim. Ana endi to'plamlarga oid menimcha hamma narsa aytib bo'lindi. Ehtimollar nazariyasi. Ehtimollar nazariyasi. Xo'p, diqqat qilamiz. Ehtimollar nazariyasi nima? Yuzaki o'rganamiz, unaqa chuqur o'rganmaymiz, chunki bizga tushadigan masalalarda ehtimollarni klassik ta'rifiga ko'ra formula yetarli bo'ladi. Xo'sh. O'zi ehtimol degan so'zni matematikani bilmaydigan odam ham ishlatadi. Xo'p, kechqurun yomg'ir yog'adimi? Qaraymiz.
ozroq bulut bor yoki bulut uzoqdan kelyapti. Ehtimol balkim yog'ar deymiz. Yog'masligi ham mumkin, yog'ishi ham mumkin deymiz. Masalan, ertaga mana bundan qanaqadir hodisa ro'y beradimi deymiz. Mumkin deymiz. Yo'qmasa aniq ro'y bermaydi deymiz. 100% ertaga mana shu narsa bo'lmaydi deymiz. Yoki bo'lmasa o'zi qop-qora bulut turibdi, yomg'ir yog'ishi, bo'ldi, yomg'ir yog'adi deb qo'yamiz. Bulut siyrak bo'lsa, qiynov yog'ish deb qo'yamiz. Ma'lum bir hodisani sodir bo'lishi yoki sodir bo'lmasligiga o'zimizcha intuitiv, ya'ni ichki hissimiz bilan, o'zimizcha bir taxminimiz bilan javob beramiz. To'g'rimi? Ehtimollar nazariyasi esa uni ma'lum bir qoidalarga asoslanib hisob-kitob qilib son qiymatini chiqarib beradi. Mana. Masalan, ikkita toshni bersa, bittasi og'ir, bittasi yengil deb bera olasizlarmi? Xuddi shuni ikkita hodisani aytsam, qaysini sodir bo'lish ehtimoli yuqori, qaysini sodir bo'lish ehtimoli pastroq deb aytib taqqoslab bera olasizlar. Lekin nechiga teng? Masalan, qo'lingga bergan ikkita toshimni necha kilo desam aytib bera olmaysizlar. To'g'rimi? Tarozilang bo'lsa, taroziga shunday qo'yasizlarki, bu buncha kilo, bu buncha kilo ekan deysizlar. Ehtimollar nazariyasi matematikadagi toshni massasini o'lchagan taroziga o'xshab hodisani sodir bo'lish ehtimolini o'lchab beradi. Mana 1 kilo 200 deganda aniq son qiymatni chiqarib beradi-da. Tushundinglar, ha? Xo'p. Endi ehtimollar nazariyasini xomashyosi, ehtimollar nazariyasi shug'ullanadigan narsa bu hodisa. Xo'p, ehtimollar nazariyasida hodisa 3 ta turga bo'linadi. 3 ta turga. Muqarrar hodisa, sodir bo'lmaydigan hodisa va ehtimoliy hodisa. Muqarrar hodisa, sodir bo'lmaydigan hodisa, ehtimoliy hodisa. Shu manalarning joylarini shunday almashtirib qo'yaydi. Hozir yaxshi chiroyli chiqadi. Xo'p, endi bu nima degani? Hodisani sodir bo'lish ehtimolini P bilan belgilaymiz-da odatda. Menimcha shu inglizcha ehtimollik degan so'zni birinchi harfidan olingandir balkim. P bilan belgilaymiz. Aytamiz, muqarrar hodisa deymiz. Sodir bo'lishi aniq bo'lgan hodisa. Mana masalan, eng ko'p tarqalgan misollardan bittasi normal atmosfera bosimida 100 gradusda suv qaynaydimi? Suv qaynaydi. Muqarrar hodisa. 100 gradusga qo'ysak suvni, normal atmosfera bosimiga qo'ysak, suv qaynaydi. Muqarrarda sodir bo'lishi aniq. U tabiat qonuni bu. O'sha muqarrar hodisani ehtimolini 1 ga teng deb qabul qilamiz. Muqarrar bo'lsa hodisa, uni sodir bo'lish ehtimolini 1 ga teng deb qabul qilamiz. 1 deymiz. Sodir bo'lmaydigan hodisani ehtimolini 0 deb qabul qilamiz. Sodir bo'lmaydigan hodisa, normal atmosfera bosimida 100 gradus Selsiyda suv muzlaydi desam, sodir bo'lmaydimi bu? Tabiat qonuniga zidmi bu? Sodir bo'lmaydi. Ehtimoliy hodisa nima desa, ehtimoliy hodisa sodir bo'lishi ham, sodir bo'lmasligi ham mumkin bo'lgan hodisa. Ya'ni buni sodir bo'lish ehtimoli 1 dan kichik, 0 dan katta. Sodir bo'lishi ham, sodir bo'lmasligi ham mumkin bo'lgan hodisa bu ehtimoliy hodisa ekan. Shunday qaraymiz, kechqurun yomg'ir yog'adimi deymiz, sodir bo'lishi ham, sodir bo'lmasligi ham mumkin. Ana bu ehtimoliy hodisa. Tushundinglar, ha? Yaxshi. Endi qanday hisoblanadi ehtimoliy hodisani? O'sha ehtimolligi P ni qanday hisoblaymiz hodisani ehtimolini desa? Xo'p. Yana bitta narsa, hodisalar ham to'plamlarga o'xshab katta harf bilan belgilanadi. Lotin alifbosini katta harf bilan belgilanadi hodisalar. Xo'p,
P A bu degani A to'plamining sodir bo'lish ehtimoli jami mumkin bo'lgan hodisalar soni. Jami mumkin bo'lgan hodisalar soni A ga qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni. Demak, qulaylik tug'diruvchi hodisalar sonini jami mumkin bo'lgan hodisalar soniga bo'lishimiz kerak ekan. Hozircha ko'pchilikka bu unchalik ham tushunarli emas. Misol keltiraman, qaranglar. Tangani 2 marta tashladik. Tangani tashladik, 1 marta tashladik. Gerb tushish ehtimolini hisoblang deydi. Tangani tashlagan payti jami mumkin bo'lgan ikkita hodisa bor. Gerb tushishi mumkin, raqam tushishi mumkin, to'g'rimi? Demak, A hodisa deydigan bo'lsak, jami mumkin bo'lgan ikkita hodisa bor. Bizga gerb tomoni tushishi kerak. Gerb tomoni tushishiga qulaylik tug'diruvchi hodisa o'sha gerb tomoni tushishini o'zida. To'g'rimi? 2 dan 1 ekan. Yoki 0.5 ekan. Ikkinchi misol. O'yin soqqasi yoki zarik deydi. Yoki o'yin kubi deydi. O'yin kubchasi, o'yin kubigi ham deydi. Kubik bo'ladi-ku, ana 1 dan 6 gacha ana teshib chiqilgan maku. Shu 1 marta tashlandi. 4 ochko tushish ehtimolini toping. O'zi jami mumkin bo'lgan 6 ta hodisa bormi? Tavakkaliga otib yordik. 1 tushishi mumkin, 2, 3, 4, 5, 6 tushishi mumkin. Jami mumkin bo'lgan hodisalar soni 6 ta. Qulaylik tug'diruvchi o'sha 4 ochko tushish hodisasiga qulaylik tug'diruvchi bittagina o'sha 4 ochko tushishi bor. To'g'rimi? Demak 6 dan 1 ekan. Tepada ham 1 bo'ldi, pastda ham 1 bo'ldi. O'zi 1 bo'lmasligi ham mumkinmi? Qulaylik tug'diruvchi hodisa deganda aynan bitta hodisa nazarda tutilib qolyapti-ku desanglar. 3-masala. O'yin soqqasi yana o'yin soqqasi 1 marta tashlandi. Juft ochko tushish ehtimolini hisoblang deyapti. Juft ochko tushish ehtimoli. Jami mumkin bo'lgan 6 ta hodisa bormi? Juft ochko tushishiga qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni 2 ochko tushishi, 4 ochko tushishi, 6 ochko tushishi. Endi hodisalar qulaylik tug'diruvchi hodisa 3 ta bo'ldimi? 2 dan 1 ekan juft ochko tushish. 0.5. Tushundinglarmi? Ehtimollar nazariyasini eng fundamental, eng asosiy formulasi mana shu. Jami mumkin bo'lgan hodisalar sonidan qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni yoki qulaylik tug'diruvchi hodisalar sonini jami mumkin bo'lgan hodisalar soniga nisbati. Mana shu klassik ta'rif deyiladi. Endi bu yerda ham kombinatorikaga o'xshagan ikkita asosiy qoida bor. Xuddi kombinatorikani g'irt o'zi. Birinchisi, qo'shish qoidasi bor. Ehtimollarni, u yerda usullarni qo'shgan bo'lsak, endi bu yerda ehtimollarni qo'shamiz. Qo'shish qoidasi, ko'paytirish qoidasi. Xo'p, qaranglar. A hodisani sodir bo'lish ehtimoli P1 ga teng bo'lsin. B hodisani sodir bo'lish ehtimoli P2 ga teng bo'lsin. A hodisa yoki B hodisa sodir bo'lsin desa, uni ehtimoli P1 plus P2 bo'ladi. Qaranglar, bu yerda ham kalit so'z yoki. A hodisa sodir bo'lsin yoki B hodisa sodir bo'lsin. Tushunarli? O'yin soqqasi tashlandi. 1 ochko yoki 2 ochko tushish hodisasini ehtimolini hisoblang. 1 ochko tushishi ham 6 dan 1, 2 ochko tushishi ham 6 dan 1.
1 tushsin yoki 2 tushsin deyapti. 1/6 ga 1/6 qo'shasizlar, 2/6, 1/3 bo'ladi. Tushundinglar, a? Xo'sh, ko'paytirish qoidasi. A hodisani sodir bo'lish ehtimoli P1 ga, B hodisani sodir bo'lish ehtimoli P2 ga teng bo'lsin. A hodisa va B hodisa birgalikda bajarilsin. Sodir bo'lsin. Buni ehtimoli P1 karra P2 bo'ladi. Ko'paytiriladi. A hodisa va B hodisa sodir bo'lsin. Mana masalan, kechqurun yomg'ir yog'maslik ehtimoli 0.4 ga teng. Ya'ni 0.6 ga teng. Yomg'ir yog'maslik ehtimoli 0.6 ga teng. Stadionda konsert bo'lish ehtimoli 0.5 ga teng. Kechqurun yomg'ir yog'masdan konsert bo'lish ehtimoli. Yomg'ir ham yog'masin, konsert ham bo'lsin. Ikkalasi va bilan bog'lanyaptimi? 0.6 ni ko'paytiramiz 0.5 ga. 0.3 chiqadi. Mana shunday ko'paytirib qo'yasizlar. Tushundinglarmi? Xuddi kombinatorika bilan bir xil. Kombinatorikada usullar qo'shilgan, ko'paytirilgan bo'lsa, bu yerda ehtimollar qo'shiladi, ko'paytiriladi. Asosiy kalit so'zimiz yoki hamda va. Kimda qanday savol bor? Hech kimda savol yo'qmi?